Ma'ruzaga o'tishdan oldin ikki og'iz hammamizni hayajonga solgan mana shu bir oylik natija nuqtai nazaridan o'zimning fikrlarimni aytmoqchiman. Nimaga desangiz, buni aytmasam ko'plar noto'g'ri tushunyapti, lekin buni ildizlarigacha tushuntirib bermoqchiman butun xalqimizga ham. Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston milliy terma jamoamiz mustaqilligimizning 35 yilligida ilk bor Jahon futbol chempionatida ishtirok etdi. Bu o'zi tarix. Milliy jamoamiz AQSh va Meksika maydonlarida o'yinlarni butun xalqimiz bilan bir tani jon bo'lib, katta hayajon bilan kuzatib bordik desak, bu ham haqiqat. Albatta, rahmat. Albatta sportda g'alaba yonida mag'lubiyat ham yonma-yon yuradi. Bu tabiiy, bunga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Futbolchilarimiz FIFA reytingida 5-o'rinda turgan Portugaliya bilan 13-o'rinda turgan Kolumbiya hamda ko'plab futbolchilari Yevropaning yetakchi klublarida to'p surgan Kongo terma jamoalari bilan mundial nafasini his etdik. Abbos Fayzullayev, Eldosh Shomurodov jahon chempionatida ilk gollarini kiritib xalqimizga xursandchilik bag'ishlagani bu ham haqiqat. Qadrli vatandoshlar, milliy terma jamoamizning jahon chempionatidagi ishtiroki to'g'risida turli fikrlar bildirish va men internetda ham ko'rib turibman, har xil gaplar meni albatta bezovta qilyapti. Shuning uchun bugun o'z fikrlarimni aytmoqchiman. Bir narsani bilgan, vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos emas desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Nimaga sizlarni oldlaringga aytyapman, bu sizlarni komandalaring, sizlar jang qildilaring. Shuning uchun yoshlar bularni ham tarafini olishlari kerak. Shuning uchun hamma har xil gapirishiga bizga yarashmaydi bu. Bizga munosib bo'lmaydi. Shuning uchun aksincha o'tiringlar. Bugun ularni qo'llab-quvvatlash, ruhini ko'tarish har qachongidan ham muhim. Bugun men topshiriq berdim. Hammamiz juda katta tantana bilan ularni albatta kutib olamiz. Rahmat, agar xabarlaring bo'lsa, men futbolchilarimizni jahon chempionatiga kuzatish marosimida ularga bitta narsa aytgan edim. Allaqachon tarixni yaratib bo'ldingiz deganman. Shuni